Hamidda ham bir holat bo'ldi. Bitta normalniy ayol keldilar. Mana shunaqa nevaram tushib qoldi, o'shani ko'm beringlar. Hop, ko'm berdik bir chetga. Keyin oradan 1,5 oy o'tib turibdi. Ana ikkita ayol bilan bitta bola kelib turibdi. Mana shunaqa oyda deydi, chaqaloq ko'milgan. O'shani ko'rib berasiz, deyapti. Aka, bo'lmasa bo'lmaydi deb turibdi. Hop. Oldik, spravkani qaradi. Akusher ginekolog huzurida abort qilinganligi haqida spravka turibdi. Homila necha hafta, necha oyligini grammagacha yoziladi. Hamma hujjat, chunki biz hujjatsiz ko'nmaymiz. Undoq qarab turibdi-da, endi homila to'ydan 1-2 oy oldingi ekan. Endi aytayotgan kuyovga qarab, bolam deydi, bilmaymi deydi. Men qayerdan endi uylanib turgan bo'lsam. Spektakl shunaqa bo'lganki, bu yoqda qizni tipi sen ering bilan urushib chiqib ketgan bo'lasan, stressga tushasan, bu yoqqa kelib bolang tushib qoldi bo'ladi. Tibbiyot rivojlangan bo'lgandan keyin bu necha oylik, necha haftalik, qaysi akusher hammasi hujjati bilan bo'lib turibdi. Shuning uchun birovni u baxtli bo'lib ketadi degan maqsadda birovni yedirib olish yaxshi emas.